bozorga kirishda Allohning panohini so'rab kirish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim bozorga kiryatib la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamd yuhyi va yumit va huwa hayyun la yamut biyadihi al-khayr va huwa ala kulli shay'in qodir deb o'qisa, ixlos bilan unga millionta savob yoziladi, millionta gunohi o'chiriladi va darajasi million marta ko'tariladi deydi. Boshqa bir rivoyatda unga jannatdan uy quriladi deydilar. Haligi gapda, ya'niki Allohning o'zidan ibodatga sazovor zot yo'q, u zot tirikdir, qayyumdir deb Allohning sifatlarini aytib kirgan odam, shunga iymon keltirgan odam bozorda yolg'on gapirmaydi, birovni aldamaydi, shaytonning vasvasasiga uchmaydi, sog' kirib sog' chiqadi. Ana o'sha bozordek ravg'o joyda ham shu zikr bilan banda Allohga bog'lanadi. Allohni ko'rib turgandek harakat qiladi. Bo'lmasa Alloh uni ko'rib turganiga ishonib, Alloh meni ko'rib turibdi, gapimni eshitib turibdi, amalimni hisobini qilib turibdi. Shuning uchun yolg'on gapirmay, aldamay, yomonlikka o'tmay deb o'zini eplab to'g'ri yo'l bilan kirib, to'g'ri yo'l bilan bozordan chiqadi.